Energiya sarfi 14 ta. Birinchi savol. 60 kilogramm odamning tushki ovqatdan ajratilgan energiya 1 kech kunduzda asosiy moddalar almashishda sarflangan energiyaning 75% tashkil qiladi. Demak, 70 kilogramm odam uchun 1680 kcal tashkil qilsa, asosiy moddalar almashinuvi uchun 60 kilogramm uchun 1440 bo'ladi. Bu 1680 bu kitoblarda yozib ketilgan nazariy kitoblarda. Shu 75% tashkil qilsa deyapti. 1440 dan 0.75 ko'paytirsak 1080. Oqsil yog' uglevod. Oqsil yog'dan 15 gram ko'p degan. Yog' x bo'lsa x plus 15 bo'ladi. Uglevod oqsildan 20 gram ko'p degan. Demak, oqsilimiz x edi. X yozsak, 20 ni qo'shsak 35 bo'ladi. X 4.1 ko'paytsak 4.1x, 15 4.1 ko'paytsak 61.5 bo'ladi. Kcal oqsildan ajratilgan energiya. Yog'imiz x edi, 9.3 ga ko'paytirsak 9.3x bo'ladi. Uglevodimiz x ni 4.1 ko'paytirsak 4.1x, 35 4.1 ko'paytirsak 143.5 bo'ladi. 4.1x plus 61,5 plus 9.3x plus 4.1x plus 143.5 yig'inda 1080 bo'lyapti. X'larimiz 17.5 ekan. Bu plyuslar qarama-qarshi tomonga minus o'tadi. Ayirsak 875. 875 da 17,5 bo'lsa x 50 ekan. Bizda oqsil va yog'dan ajratilgan energiya kilojulni so'rayapti. Oqsilimiz x edi. X'imiz 50 edi. 50 ga 15 ni qo'shsak 65 bo'ladi. 1 gram oqsilda 17.6 ajralsa 1144 kilojul bo'ladi. Yog'imiz x edi. X 50 ga teng edi. Yog'dan 38.9 ajraladi. Ko'paytirsak 1945 bo'ladi. Ikkalasini qo'shib qo'ysak 3089 bo'ladi. Javob A varianti.